Assalomu alaykum qadrdonlar, sizlarga yaxshi ko'rinyapman deb aniq ishonyapman. Mana shunaqa qilib olyapman. Qadrdonlarimiz, do'stlarimiz kechasi bilan yetishib kelgan. Mana Tojikistondan 20 ga yaqin akalarimiz kelgan. Bular bizdan erta borgan Afg'onistonga. O'sha 83-yil hozir mana Jo'raxon akam aytishyapti. 83-yil shu yerdan jo'nab ketgan, 43 yil bo'ldi. 81-yil shu yerdan Xayriton o'tib ketdi Afg'onistonga. 83-yil qaytib kelib shu yerdan Denbur shu yerdan kelganmiz. Bu yoq Abdug'offor akam kelalari Tojikistondan, Tursunzodadan ekan. Shuningdek 20 ga yaqin afg'oncha akalarimiz, do'stlarimiz Tojikistondan tashrif buyurishgan. Ular bilan hozir o'sha xotira maydoniga birgalikda boramiz. Mana Jo'raxon aka, mana 43 yil o'tibdi oradan, nimalar o'zgaribdi? Butkul shahar kelajagi bor shahar. Sizlarning joylaring katta ko'p. Qurilishlar, yo'llar, obodonchilik, hurmat, toza ajoyib davlat. Rahmat. Bu endi bu Surxondaryo markazi bo'lgani uchun rivojlanish juda katta. Biz kechasi kechroq keldik-ku, biror ko'chani tanib ololmadik biror. Obodonchilik juda zo'r. Krasota. Shahar chiroyli. Qaytadan qurilgan, chiroyli. Gap yo'q. Sizlarga yoqimli ha? Albatta endi bu nima dedi, yurtimizni eng chetga hududi deya olmaymiz-da, hamma joyda bir xil rivojlanish, hamma joyda bir xil o'sha o'sish. Xudo xolasa avvalo tinchligi Jo'raxon aka. Ko'rinishingiz yomon emas, garchi bizdan 4-5 yil avval borgan ekansiz, 81 bo'lgan bo'lsangiz, biz 86 bor. Demak 5 yil avval. Yaxshi, hamma zo'r. Mana akamiz ham birga sizlar bilan. Kim ismlari? U kishilar Namoz aka u kishi. Namoz aka. Xushomad. Yaxshi, zo'r. Mana qadrlar, mana shu bahonada mana xizmatdoshlarimiz yana kelishyapti. Bu kishi Hasanboy. Hasanboy aka mana kelishyapti. Xudo xolasa Qobul, Hasanboy Qobul. Mana bu kishi shaharni Dushanbedan. Do'stlar, ajoyib diydor bo'ladi bugun, ajoyib butun nima deydi, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya hamma joydan yig'ilganmiz. Yashasin do'stlik, yashasin tinchlik. Jo'raxon aka, sog' bo'linglar. Biz ham albatta boramiz Tojikistonga. Yaxshi ko'ramiz Tojikistonni. Sog' bo'linglar. Odam begonasi yo'q. Begonasiraydigan odam bor. Shundan Alloh asrasa bo'ldi hammamiz. Xalqiga ham rahmat. U oldin ham mehmondo'st edi, undan ham ajoyib tarbiyaviy jihatdan hamma tarafdan o'zgarib, xalqlari chehrasi ochiq. Sog' bo'linglar. Xalqlarga rahmat. Salomat bo'lishing. Sog' bo'linglar, xushomad.